Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanının davamı. 3. Miladiye 1667 yılı baş köz Astana. Ordu begideki Huzuri Sabah namlıq küzdük sorunның aldidagi Şahane Ravaqda Sultan Abdullah Han yalğız xiyal sürüp oturadi. Ravaqның atrofidagi olma daraxtlarida әмділа qizirib, sarg'ayib pishishga boshlagan olmalar yo'pirmoqlar orasidan xuddi uyatchan qizlardek maraydi. Sultan Abdullah Xonning shu topda bu manzillardan zo'q og'udak hapsilisi yo'q edi. U har qatim Shahzoda Yo'lbars Xonning vafosizligini, Shahzoda Nurdin Xonning vaqtsiz o'limini esiga olsa, yuragi azobdan o'tinadi. Vücudunu g'am tog'lari besib oladi. Xonliqning peshqadam sarkarda amirlari Hinduqush Mirza bilan Mirza Ming Turoq Churasini oldirab o'limga buyurganligidan qattiq afsuslanadi. Ularning o'ziga osiylik qilib, qora yuz Shahzoda Yo'lbars Xon bilan yozishgan heliqi mutish xat esiga kelishi hamon kollisi tugumas ziddiyatlik xiyollar bilan chigishlashib ketadi. Ularni oldirab o'limga buyurmasam bo'ptikan. Hech bo'lmasa nazarband qilib jasoqqa tortgan bo'lsam, so'roq qilib o'z og'zidan bir gap anglab boqqan bo'lsam. Mirza Babaqbek qatorliq bir qism amirlarning ularning gunohini tilbilib, shuncha yolvurishlariga quloq solgan bo'lsam-chu koshki. Hey, heliqi maktubchu. Maqsad mutaalari shuncha tafsili yozilgan tursa, ularning mendan nima uchun yuz o'rgisi kelib ketdikina? Shuncha e'tiborlab, hurmatini qilib, yuqori mansab, martaba berib, shuncha yaxshi muomala qilgandim-g'u ularga. O'g'lim, inlarimga ishonmagan bilan shularga ishongandim-g'u oxir. Bilguchi Xudo odamlarning niyat istiqbolini tushunib bo'g'ilib bo'lmaydi ekan. Hinduqush Mirzaning kallasi ilinganligini anglagan Malika Muhtaram xonimning o'rniga kelib, ho'kirab yig'lab ketganini, yig'lab turib, "Erishib qapla, xon ota, butkul jahon sizdan yuz o'risimi? Amerika bir otam, sizga zinhor vafosizlik qilmaydi. Cho'qim yengilishdilar. Ashu xatda bir gap bor" deb aytligini esiga olsa, odraqsanliq, gumonxo'rlik qilganligi uchun o'zini ming martaba ayblaydi. Malika Muhtaram xonim heliq xatni ko'rib boqmoqchi bo'lib edi, xatni hech yerdan topolmadi yoki qo'ygan yerini eslayolmadi. Xat g'oyib bo'lgan edi. Malikaning talabi bo'yicha Abdullah Xon u xatni izlatkizdi. Butkul o'rnini yig'ni izlagandek qidiribdi. Ammo xat oqtimi yo'q, ko'ktimi yo'q edi. Malika Muhtaram xonim u xatni ko'rib qandoq qilmoqchikin tang? U hech nima qilolmaydi. Manga o'xshash gangiraydi, taajjublanadi, g'azablanadi shu. Mushu ish sabablik mendimmo qochib yuridi bu Malika. Qiz bola bo'g'ini bilan ming yigitga tegishkusiz qiz edi. Bir emas, talay qitim qishqartdim. Ammo turlik bahona sabablarni ko'ztib, ko'rishni rad qildi. Xonning yerimi Yo'lbars uningdan tezroq, uningdan neriroq yuray. Menimi yevatmasin yana degudak texi. Tap tortmay. Ajab ochiq so'zlik, yurakli qizda u. Mana hozir menga mo'ndushib bergudak, ish sirimni to'ksam, ol mung bo'lishib bergudak odamim yo'q. Meni ko'sa amirlar bo'rdan urkigan to'shqandek cho'chishidi. Imkon bor, o'zini ap qochidi. Her bir ig'iz so'zimga xo'shdan boshqani deyishni bilmaydi. Shahzoda Abdumo'min Xon g'ayri bir bola bo'ldi. Gap so'rasang bir ig'iz gapga bir ig'iz javob berdi. Bo'lmasa kun bo'yi jimli o'tirdi. Ya o'zining dardini aytmaydi, ya kishining dardiga yetmaydi. Mushunda g'iribsinib qolganimda, yenimda tursa,
ikki ig'iz tasalli bersa, beshim osmonga yetmasmidi? Chiroyi, bo'y basti meni tatqini bilan, huy payli meni doğurmapti. U balaning. Aqsudagi inim Ismoilxon hozir nemish qilayotgandir? Aqsuning naib amirlik martabasiga tayinlaganligimdan xursandmidir? Yoki u taxtga ko'z tikyaptamdigandir? Yaqindan beri yuz bergan bu bir talay parakanchiliklar xeyli ko'p amirlarning ishonchisini tavritib qo'ydi ehtimalim. Kuchaning amri xo'jayor qipchaqmu g'ayri so'z harakatlarda bo'lib yurgudak. Uning o'rniga vaqtida amir almashtirib etmasam bo'lmoqdak. Qashqardagi avam puhramu amir qo'ysari beydan bakli norozi emish. Ularni muhim ishlarga qo'ygunim xato bo'lmagandir, ha? Huzuri sabahdagi shahona ravaqqa Hudaychi bagning palaqlab kirishi Abdullah xonni tinimsiz xayollar qo'rshovidan qutuldirdi. "On hazratimga ma'lum bo'lg'ay", dedi Hudaychi bag g'asirab hümidab turib. Jiddilashganligidanmi yoki yugurib ketganligidanmi aytavur uning bosh ko'zidan yomg'irdak qor ter quyuladi. Shahzoda Yo'lbosxon lashkar boshlab kelib Qashqarni tortibapti. Qashqar amri Qo'ysari bey qochib ketibdi. Shahzoda bugun erta ichida Ostonaga lashkar tatqudak. Kutilmagan bu shum xabardan Sultan Abdullah xonning yuragi qartdi qildi-da, ansiz so'qib ketdi. Tapinidan kirgan bir parcha o't butkul ich bag'rini o'rtab, meng'isidan chiqib ketdi. U yiqilib tushishdan o'zini aran tutib olib, turib g'azab bilan so'radi. "Nima deding?" Xonning dahshatli turqini ko'rib, Hudaychi bagning tili kalvalishib, dir-dir titredi. Aslida shart sharoit pishib yetildi deb qargan Shahzoda Yo'lbosxon bilan Xo'ja Hidoyatulloh Eshon Qashqardagi Mirza Sherif beg, Mirza Iskandar beglar bilan maxfiy aloqalashib, ishtishidan moslashganligiga kelishgandan keyin o'zining 5000 ga yaqin lashkari va Jung'arlarning 2000 kishilik yematchi qo'shini bilan Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning 3000 ga yaqin so'pi lashkarlarining hamdamligida Qashqarga tegish qilgan edi. Hidoyatulloh Eshonning xalifalaridan Molla Saqi bilan Molla Naqi Otushda xilidan beri maxfiy sülük targ'iboti ilib borg'ashqa, Shahzoda Yo'lbosxon Otush xalqining qizg'in qarshi elishiga erishdi-da, to'xtamasdan Qashqarga qarab ilgirladi. Bu chaqda Mirza Sherif beg bilan Mirza Iskandar beg Qirg'izlarning zulmiga chidamay, sabr qachisi tashayli deb turgan Qashqar xalqini maxfiy tashkillab, hamma tayyorliqlarni puturib taq bo'lib turgan edi. Shuningga Shahzoda Yo'lbosxon sarkarda lashkarlarini boshlab, Qashqar shahrining sepili tuviga kelishi hamon shahar xalqi ichidan qo'zg'aldi. Bu ola to'polonga taqobil turishga ko'z yetmagan Qo'ysari bey sartlarning ishini sartlar o'zi bejirgay, "Manga keriki oltin kumush" dedi-da, xazinni pak supurib, xos qirg'iz navkarlarini agashtirib, shaharni tashlab qochdi. Yo'lbosxon Qashqar shahrini ana shundoq osonlik qo'lga oldi. Shahzoda Yo'lbosxonga agishib, Jung'ariyada bir mezgil sarkardan bo'lib yurgan Ali Shohbeg, Ali Qulbeg Akufka sarkarlar Qashqar shahrida tinchlik o'rnatib, avomni xotirjam qilgandan keyin ustozi Hinduqush Mirzaning Sulton Abdullah xon tarafidan osiy deb qaralinib, o'ldirilganligidan xabar tepib, ham hayron bo'ldi, ham qattiq hasrat chekdi. Bu ajoyib shum xabarni Shahzoda Yo'lbosxon bilan Xo'ja Hidoyatulloh Eshonga aytib berdi. Buningdan allburun xabar topgan, ammo vaqtincha sir tutib kelgan Shahzoda bilan Eshon qaqaqlab kulishib ketdi. Bu ishning amdi yo'shirug'idek yeri qolmadi. Janobi sarkarlarmi xabardor bo'lib qolg'ay, dedi Shahzoda Yo'lbosxon kulib turib. Bu ishlarni janobi Piri Buzruk Qutbul Ahtob Eshon hazratlarining kashfu karomatlarining natijasidir.
Xo'ja Hidoyatullo Eshon bu Akufka sarkarlarga o'zining qora xat hilisi orqali vujudga chiqargan bu katta ishini alayda maqtanib turib so'zlab berdi. Akufka sarkarlar bu suiqasdning ujuri-bujurigacha to'liq xabar topgandan keyin maqtash tama qilib qarab turgan Hidoyatullo Eshonga ko'k bir nima demedi. Ammo shu kuni kechasi bola chaqalarini elib Qashqar shahridan g'oyib bo'ldi. Shuningdan keyin ularning hech qanday izderki bo'lmadi. Shahzoda Yo'lbosxon bu Akufka sarkarlarning Hidoyatullo Eshonning planlagan nomardlarcha suiqasdidan qattiq yerginib, ham Eshonga yontayoq bo'lgan shahzodadan ko'ngli qilib, hokimiyat ishlarini tark etganligini zinhor xayoliga keltirmaydi. Şuna o Akufkalarning o'zi bilan xo'shlashmayla ketib qolganligidan afsuslangan bo'lsa-mu, ularni tezla esidan chiqardi-da, ularning o'rniga Mirza Sherifbek bilan Mirza Iskandarbekni amir lashkarlikka tayinlab, Ostonaga yurish qilishga tishini bildi. Sultan Abdullah Xonga o'g'li Shahzoda Yo'lbosxonning Qashqarni tortib olibmi shukr qilmay, Ostonaga yurish qilmoqchi bo'lganligi, taxtni tortib olish niyatidan tegicha yonmaganligi qattiq or keldi-da, qora yuz noinsof o'g'lini jazolash uchun shaxsan o'zi lashkar tortdi. Ostona amri Mirza Babaxbekning bu lashkari yurishda xonga hamdam bo'lib billi berish talabini rad qilib, uni Ostonani muhofazat qilishga qodirdi. Yangisarga yetib kelganda Yangisar qal'asini saqlab yotgan sarkarda Shirali Bahodirni nima uchundir o'zi bilan billi ilvog'usi kelmay Ostonaga qaytishga farmon berdi. Qiblagohimga ma'lum bo'lg'ay, dedi Shirali Bahodir Abdullah Xonning o'zini hamroh qilib jangi billi ilib bormay yoki Yangisar qal'asini davomli qo'g'dashga buyurmay, sababsizla Ostonaga haydiganligidan norozi bo'lib. Yangisar qal'asi Ostonaga o'tishdagi muhim o'tkal, lashkari ishlardagi o'rni intayin muhim edi. Shunga bu joyni mudofiasiz holatda tashlab qo'yishga bo'lmasmikin? Demasangizmi bilaman sarkardam, dedi Abdullah Xon qapqini turib. Siz farmonni ijro qilishni biling. Bosh ustiga, dedi Shirali Bahodir ilojisiz beshini tuban silib. Sultan Abdullah Xon amir sarkarlarini bir o'rinda uzun turg'izmaslik odati bo'yicha Shirali Bahodirni Ostonaga mangdiribdi-mi yoki Ostonaning mudofaa ishlaridan xotirjam bo'lolmay yo'lga soldimi, sababini hech kim bilmaydi. U Shirali Bahodirning taklifiga quloq solmay, Yangisar qal'asining mudofaasini 500 nafar qiyri-churi lashkarlarga tashlab qo'yib, qolgan lashkarlarni ilg'or qo'shiniga qaytib Qashqarga qarab yo'lga chiqdi. Otibalaning qo'shini Yapchanda to'qirishdi. Bu yerdagi Yapchan degani hozirgi Yangi shahar noyisining bir yezisi deydi. Yo'lbosxon dadisi Sultan Abdullah Xonga yuzma-yuz kelishdan xijil bo'ldimi, qandoq sapning oldiga chiqmadi. Hiligar Xo'ja Hidoyatullo Eshonmi har xil ehtimollikni nazarda tutib, Shahzodaga hamroh bo'lish bahonasi bilan orqa sapda qoldi. Onun Shahzoda Yo'lbosxondan bir qadam neri bo'lmasligidagi asosli maqsadi Shahzodaning dadisiga qilish tanglashdan yolti berishni to'sish edi. Jang to'limi shiddatli bo'ldi. Yerim kun davomlashgan qirg'inchilikda xon lashkarlariga ko'p talafot yetdi. Chunki Qashqar lashkarlarining soni, jangovarligi xon lashkarlarininkidan xeyli ustun edi. O'g'li bilan uchrashibla g'azibi qaynab toshgan Sultan Abdullah Xon uzoq yo'l besib kelgan lashkarlarini orom oldirishni esidan chiqarib, jang qilishga farmon tushirgan edi. Hamda Qashqar lashkarlarining amaliy kuchini to'limi tuban mo'ljallab qo'ygan edi. Degandila lashkarlarining ko'plab qirilib, jasoratining uslab ketib qolganligini ko'rgan Sultan Abdullah Xon jang vaziyatini o'ngishug'idek biror muvofiq tadbir topolmadi. Da yengilganligiga tan berib, lashkarlariga chekinishga buyruq berdi. Yangisar qal'asiga chekinib turib, Ostonadan ko'proq lashkar yo'tkab kelib, ondan adibini beray bu qarg'ish takkurning, deb o'yladi Sultan Abdullah Xon. Afsuski, xon lashkarlari tez suratda chekinib, Yangisarga kelganda qal'ani allaqachon Shahzoda lashkarlarining egilab bo'lganligini ko'rib, hang-tang qoldi.
Shir Ali Bahadirning gapiga kirmaganiga, hech bo'lmaganda uni Yengsar qal'asini saqlashga qoldirib qo'ymaganligiga ko'p pushaymon edi. O'z vaqtida Hinduqush Mirzadan yengilib qolgan Alisher Beg, Ali Shoh Beg, Ali Qulbeg Akufka sarkarlardan Qashqarni tinch saqlashga va mustahkam qo'g'dashda Yengsar qal'asining to'liq muhimligini, Hinduqush Mirza Yengsar qal'asini tuydirmay tortib olganligi uchun chekinish yo'li uzilib osonla yengilib qolganligini anglab olgan Xo'ja Hidoyatullo Eshon Shahzoda Yo'lbosxonga yo'l ko'rsatib, Yengsar qal'asini tortib olishga yo'shirin lashkar mangdirgan edi. Mana endi ular Yengsar qal'asini tortib olib, Sulton Abdullah xonning eng oxirgi umidini butunlay yo'q chiqargan edi. Sultan Abdullah xon mag'lub bo'lgan qo'shinni boshlab, to'xtamay Ostonaga chekinishga majbur bo'ldi. Uning yarim kun jang qilib, oldin ketgan qo'shinga tez suratda chekinish, amaliyotda qichish to'liq og'ir kelgan edi. Shahzodaning lashkarlari mushu suratda qirchap qilib qo'g'laveradigan bo'lsa, xon lashkarlarining jasadi butunlay yemitning seydi qalatdi. To'liq g'albiga yuzlangan Shahzoda Yo'lbosxon dadasining yuzini oyab qoldimi yoki g'alaba qilish ishonchisini yo'qotib qo'ydimi va yoki Ostonadan hamdamga keladigan zo'r qo'shin bor deb xato mo'ljalab qoldimi, ey tavur sarkarda lashkarlarga qo'g'lashni to'xtatishga farmon berdi. G'alaba ishonchisiga to'lib toshgan Xo'ja Hidoyatullo Eshon mushu yo'sinda qirchap qilib, udul Ostonaga berish va Ostonadagi Isoqiya sulkidagi dushmanlardan qonliq qisosini elishni ko'ngliga pukib turganda, Shahzodaning tuyuqsiz tushirgan bu farmondan qattiq norozi bo'ldi. Ammo g'iding-piding qilolmadi. Chunki nima degan bilan lashkariy huquq Shahzodaning qo'lida edi. U Shahzoda Yo'lbosxonning jangda nusrat qozonib turibmi, parishon ko'ringan chiroyiga qarab, ko'nglidan allaqanday xayollar kechdi. Shu tapda Yo'lbosxonning qo'lisi ziddiyatlik xayol aslimalar bilan to'lib ketgan edi. Ana vali-ahda deb jakolanib, Qashqarning noib amirligiga tayinlangan 8 yoshli Shahzoda Yo'lbosxon ko'ngan o'rda turmushidan, ota-onasining illiq quchqidan, billa o'ynab cho'ng bo'lgan do'stidan ayrilishga ko'z qiymay, Qashqarga bormayman deb g'alva qilib yig'lamoqda edi. Onasi Xonish oyimmi o'g'lidan ayrilishga qiymay, unsiz yosh to'kmoqda. Yig'lamang Shahzodam, cho'p-cho'ngni bo'p qolgan yigit bolami yig'lamdikan? Mushundoq qilsangiz, cho'ng bo'lganda qandoqmi bir elning xoni bo'la olaysiz? Gap anglang, ha? Menmi sizni pat-pat ko'gili borman, dedi Sulton Abdullah xon Shahzoda Yo'lbosxonning yeshini va iqib chuvilib ketgan potlisini etib turib. Xon bo'lish degan so'zning ma'nosini texi to'liq tushunmaydigan erki Shahzodaning qirqirab yig'ilgan edi. Dada o'g'lini dast ko'tirib, bag'riga mahkam bostida, yuz ko'zlariga otiliq mehri bilan bir nechini suyvatgandan keyin olaydi yasab, jobtug'an shohona mapiga o'tirg'izib, Shahzodani qo'riqtab mangdigan amir sarkarlarga "Meninglar" deb qo'l shiltidida shaqqida kayniga o'rilib turib oldi. Yo'lbosxon Qashqarga kelgandan keyinmi, u da 2 yilgacha ota-onasining qarg'ishini qilib yig'ladi. Keyincha dada va'dasida turib, uni yo'qlabmi keldi. Ota-bola bir-biriga qonmay quchoqlashdi, suyishdi. Oradan yana bir necha yil o'tdi. Cho'ng bo'lib, xilli aql kirib qolgan Shahzoda Yo'lbosxonmi Vali Ahdi xon degan so'zlarning ma'nosini to'liq tushunadi. Qashqar Shahzodaning jannatiga, kichik podshohligiga aylanib qolgan edi. U bu yerda deginni qilib cho'ng bo'ldi. Atrofidagi amirlari yaxshi ko'rinish uchun uningga har xil o'yin tomoshalarni o'rgatdi. Ko'ngil echish, bazm so'rovlarini uyushtirib berdi. Amdila 13 yoshga kirgan vaqtida quchqaga ayollarni solab berib, jima lazzatini tetitdi. Shuningdan keyin Shahzoda rasmiy buzildi. Bad axloq qiliqlarga beshchilapla kirib ketdi. Uning va amirlarining zulmidan Qashqar xalqi qong'ir qaqshidi. Shahzodani tezroq xonlik taxtiga o'tirg'izib,
o'zlari ordining katta amirlaridan bo'lish ta'masida atrofidagi amirlar turli usullar bilan shahzodaning yuragiga xon bo'lish vasvasasini singdiribdi. U shu amirlarning da'vat qilishi bilan dadisi Sulton Abdullah xonning hajga borgan fursatidan foydalanib taxtda o'tirib baxtdi. Taxt degan shundoq qudratli narsa ekan. U taxtda o'tirib edi, barliq orda arkonlari qo'l bog'lab, uningga farmon bardor bo'ldi. Nima sababdandir haj safaridan ancha uzab ketmagan dada qaytib kelib, taxtda beso'roq o'tirganlik gunohi uchun o'g'liga qattiq g'azablandi. Hatto o'limga buyurdi. Agar shu chaqda orda amirlari uni tilib olmagan bo'lsa, shu chaqcha sunyaklarimi tuproqqa aylanib ketgan bo'lar edi. U shu chaqda dadasiga baladan taxtning to'liq muhim ekanligini tushundi. U shu chaqda dadasiga baladan taxtning to'liq muhim ekanligini tushundi va kunlarning birida bu taxtni cho'qim qo'lga keltirish haqida qasamyod qildi. Keyingi kunlarda kimlarningdir og'zidan xon oliylari Shahzoda Yo'lbosxonning vali ahdligini bekor qilib, inisi Shahzoda Nurdin xonni vali ahdi qiladigan bo'pti degan mishmish gaplarni angladi. Bu so'zlar uning ko'nglini to'liq yerim qildi. Xon bo'lish orzusi kundan kunga kuchaydi. O'tirsa qopsa kolasidan chiqmaydigan bo'ldi. Ana ashundoq kunlarda uningga Xudo donishmand pir Bozruk Hidoyatulloh Ishonni uchrashtirdi. Ishon tunji bo'lib, uni tunji sulton, xon deb atab, yuragini cheksiz xushallik cho'mdirdi. Bu so'zlarni anglab, u o'zini go'yo xon bo'lgandek his qildi. Ishonning bildiganlari to'liq chiq ekan. Uningga ostondagi taxtda o'tirmaymi, xon bo'g'ilib bo'lganligini bildirdi. U o'zini Qashqarda xon deb jakarlab, Cuma namozida o'qiladigan xutbadan dadasining ismini chiqarg'izib etib, o'zining ismi bilan o'qitdi. Shundan keyin dada yorliq tushirib, uning naib amirlik martabasini vali ahdlik martabasini rasmiy ilib tashladi. Mushundaq ahvolda u ashu donishmand Ishonning yo'l ko'zatishi, madad berishi bilan qat'iy g'ayratga kelib, dadasiga boyqut qildi. Dada bola o'tirsidagi cho'ng majra mushuning bilan rasmiy tirildi. U dadasi avatgan jazo yurishi qilg'uchi tumanlagan lashkarlarga tankilanmay, o'zgalardan panohlik talab yot ellarga qochdi. Sarson sargardon bo'ldi. Bu jarayonda dadasidan ko'rmagan mehribonlikni Ishondan ko'rdi. Tasallilarga erishdi. Oxirida yanala ashu avliyo Ishonning yo'l ko'zatishi bilan Qashqarni qaytirib oldi. Aslida dadasi lashkar tortib kelmasimi, u ostoniga lashkar tortib berib, dadasidan taxtni tortib olmoqchi. O'zining ashu dadasizmi xon bo'lalaydiganligini ko'zitib qo'ymoqchi edi. U sarkarda lashkarlarga ostonni ko'zitib turib, qo'lini shundoqla shiltigan bo'lsa, qirchab Sürt to'qay qilib, xuddi qo'y to'piga etilgan bo'ridek mangan lashkarlari uningga ashu qudratlik oltin taxtni bugun ata ichidla ilib beradi. Ammo qirib chop soqollariga oq kirgan. Qirib choch soqollariga oq kirgan mag'durdan qolgan dadasining o'g'lining oldiga tushib, jonni olqonga elib, o'la tirilishiga baxmay qetishini ko'rish. O'g'il uchun to'liq nomusliq ish ekan. Nemili bo'lsin, dada emasmi? Uni erkilatgan, papilagan, potli manqalarini eritgan, mehri bilan quchoqlab bag'riga bosgan, qonmay so'ygan dada shu emasmi? Butkul bir elning xon egisi bo'lgan bir odam amdilikda o'g'lining oldida xuddi mushukning oldidagi choshqandek bechoralarcha qochsa, uni ko'rgan el raiyat nima deydi? Ashu bechora baxtsiz dodini masxir qilamdi yoki vafosiz o'g'ilga la'nat o'qimdi? Shahzoda Yo'lbosxon g'alqiliq paytda qandoq bir kuchning turtkisidan lashkarlarini qirchapni to'xtatib, orqaga qaytishga farmon tushirganligidan o'zimi texcha hayron.
Бәлкім, о өзінің ашу дадысының пұшты екенлігini бірділі есіг ағанды. Бәлкім, юркінің бір ерлерді көміліп қаған пәрзентлік мехри бірділі елінжап кеткенді. Yetti qat yerning tegidagi yilonning ko'shigini biladigan Xo'ja Hidoyatullo Eshon Shahzoda Yo'lbosxonning o'zini yo'qotgan holda cheksiz xayolga berilganligini ko'rib, ancha bosh qotirmayla Shahzodaning ruhiy dunyosida g'alyan ko'tarayotgan ziddiyatni butunlay tushunib yetdi-da, qattiq cho'chib ketdi. Shahzodaning kollasida bunda xayolning paydo bo'lishi to'liq xatarlik. Bunda qarab turmaslik kerak. Birər tədbir qo'llanib, ota-bola o'tirsidagi adovat tugumining suyini ulg'aytish kerak. Shundaq bir heli ishiltayki, Shahzoda Yo'lbosxonning vujudida yolqinlagan qisos o'ti, yuragidagi dadisiga bo'lgan barliq mehr muhabbatlarini ko'ydirib kul qilib assun.